Hammaga salom, qadrli obunachilar. Mana bugungi yangi videomizga xush kelibsiz. Bugungi videoda sarmoya ustasi Tron kriptovalyutasini ishlashlik haqida bo'ladi. Bugungi videoni boshlashdan oldin YouTube kanalida yangilar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qoldirsangiz xursand bo'lardim. Kanalning ko'tarilishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lar edingiz. Demak, bo'lmasam videoni boshlaymiz. Telegramga o'tib olib botga kirib olamiz. Bu Telegram kanalimiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang, negaki har xil bir-biridan qiziq sarmoyasiz va sarmoyali pul ishlaydigan saytlar va botlarni tashlab boriladi. Kanalga darhol obuna bo'ling va onlayn daromad qilishni boshlang. Crypto Money kanali orqali daromad qilishni boshlang. Telegramga ham kirib oldik, Telegram botga ham kirib oldik. Bu yerda boshlash tugmasini bosamiz va bu yerda enter node degan tugmani bosamiz va join community o'zini shu botni Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ysangiz, har xil shu bot haqida yangiliklar, yangi pul ishlash bo'limlari qo'shilganini xabardor bo'lib borishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda node tugmani bosamiz, oyna ochiladi. Tak, mana bu yerda welcome deyapti, xush kelibsiz deyapti. Bu yerda watch adni bosamiz, videoni saqlab turaman. YouTube ban berishi mumkin bo'ladi. Mana botga ham kirib olib, birinchisi bu yerda pastda bo'limlar bor. Bo'limlar 5 ta bo'lim bor bu yerda. Task, stats, home, friends, profil bo'limida siz bu botni tilini o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Mana languages, turk tili bor ekan, arab, hind tili bor ekan. Turkcha bo'lsangiz turkcha qilib qo'ying, ingliz tilidan turkcha osonroq, o'zimizning o'zbek tiliga yaqinroq. Bu yerda home bo'limini bossak, mana bu yerda ikki xil pul ishlash yo'li bor bu yerda. Mana birinchi task bo'limini bossak, vazifalar va o'shani qilib olsangiz bo'ladi, ko'rib olsangiz. Tak, mana bu yerda ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Chiqib ketib qoldik. Mana bu yerda mana 10 ta reklama ko'rsangiz 0.1 tron beradi va 100 ta 25 ta reklama ko'rsangiz 0.2 tron. Mana kam ham bor. 5 ta reklama ko'rsangiz 0.1 tron. 10 ta video ko'rsangiz, reklama ko'rsangiz 0.1 tron. 25 ta reklama ko'rsangiz 0.2 va 50 ta reklama ko'rsangiz hozir adashmasam bu ham 0.1 bo'lishi kerak. Kelam tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turingizdek 0.10.0.4 tron balansimga hisob oldim. Bu yerda shunaqa narsa chiqsa, ruxsat berilmasin bosamiz. Bu yerda mana 4 xil vazifalar bo'limi bor. Bu yerda mana dali degani kunlik, masalan bonuslar, kunlik tron olishingiz mumkin bo'ladi. Tak, bu yerda taxminan 1.6 tron ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana referral bo'limi bor. Referral siz o'zingizning do'stlaringizni chaqirganingizga tron valyutasini beradi. Mana eng kam 3 ta do'stingizni taklif qilsangiz 0.3 tron, 5 ta do'stingizni taklif qilsangiz 0.6, 10 ta do'stingizga 1 tron, 20 taga 1.1.2 tron, 50 taga 2 tron, 100 taga 3 tron berar ekan. Opshida bu yerda 7 tronga yaqin ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana special bo'limi bor. Special bo'limida buni premium, hozir buni ham ko'rsatib o'taman. Premium members shu bo'lim sotib olsangiz 25 tron berar ekan balansingizga. Social bo'limi bor. Bu yerda o'zini ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'lib qo'ysangiz tronlar beradi. YouTube kanaliga obuna bo'lsangiz 0.1 tron. Twitter X sahifasiga obuna bo'lsangiz 0.1 tron. Telegramga 0.1, Twitterga ham 0.1 like bossangiz ham
tag bu yerdan bu bilimni ko'rib chiqdi bu yerda. Hozir menda общийda 16 ta topshiriq bor ekan. O'shandan 5 tasini bajarib yana 10 ta topshiriq bor. O'shani qilsam menga qanaqadir bonus bersa kerak. Общий hamma taskni bajarganimizga. Общий hamma taskni bajarsangiz taxminan 30 tron, 40 tronga yaqin ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Bu bir kunda shuncha tron ishlash qiyin degan vazifa bajarib, qiyin vazifalarni bir kunda masalan 100 ta odam chaqirilmaysa referat do'stingizni bu yerda mana status bo'limiga bosamiz endi ikkinchi bo'lim. Bu yerda mana konkurs bo'lyapti ekan. 1-maydan 1-yanvargacha mana 500 tron priz ekan, oylik ekan bu. Mana Total Ads bu ko'rgan reklamalar. Mana level 10 ekan bu yerda 38855 ta video reklama ko'rgan ekan. Ko'rib olishingiz mumkin. Eng pastda men hozirda mana shu ID'li Telegram ID'li odam 38855 ta reklama ko'rgan ekan. Mana bu yerda men top 12 da turibman. 50 ta video ko'rganman. Meni levelim 2-level. Bu yerda levelga ham adashmasam bor. Levelga ham bor. Bu yerda shu konkursda videolar ko'rib levelingiz ham oshadi, ham videolar ko'rib tron ishlaysiz va bu yerda shu 500 trondan qanchadir miqdorini masalan hammaga 100 trondan emas 50 tronni balansiga o'tkazib berar ekan bu yerda. Homburga o'tsak bu yerda qanaqa video ko'rib masalan hisobimda hozir 1 tron 1.04 tron yig'ilgan ekan bu yerda. Platform token seda degan 400 ta bor ekan bu yerda. Bu yerda level tugmani ustiga bosamiz 5 turibdi, level 5. Shuni bosamiz mana bu yerda ham tronlar olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi levelda 5 ta reklama ko'rib 0.2 ta 0 8 tron va 80 seda balansingizga qo'shiladi. Bu yerda 20 ta videoga 160 seda, keyin 0.16 tron beriladi. 50 taga 400 ta seda 0.4 tron berar ekan. 50 ta video ko'rdim men. Claim reward tugmasini bosib olaman. Va bu yerda keyingisi 100 ta video ko'rsangiz 0.08 tron 800 seda beradi. 200 ta videoga 1600 seda 0.16 tron. 500 ta reklama ko'rsangiz 0.4 tron. 1000 ta reklama ko'rsangiz 0.8 tron. 2000 taga 1.6 tron. Shunaqa maksimal 5000 ta video ko'rsangiz 4 tron, 10.000 ta reklama ko'rsangiz 8 tron. Adashmasam bu kunlik bo'lmasa kerak. Hozirda masalan shu konkursda birinchida turgan 38.000 ta ko'rgan reklama tak 24 tron ishlab olgan bo'lishi mumkin agar kunlik bo'lsa. Bu yerda endi hom bo'limiga qaytib o'tamiz. Kecha kutganingizdan keyin pul ishlaydigan oynasi ochiladi bu yerda. Mana 0.205 tron bossak reklama chiqadi. Va bu reklamada mana bo'ladi. Reklamani ko'rib olasiz. 30 sekunddan keyin yana ko'rsangiz ham bo'ladi. 0.005 tron beradi har bitta ko'rgan videoingizga. Level oshirganingiz uchun ham bersa kerak ko'proq. Video tugadi. Chiqib ketamiz bu yerda. Ko'rib turganingizdek 30 soniya vaqt berdi. Balansimda 0.1 tron 08 tron bo'ldi. Va bu yerda seda ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu reklama ko'rish faqat tronda ko'rgan reklamangiz emas, faqat mana shu turgan o'yinda reklama chiqib qoladi-ku. O'shanaqa reklama chiqib qolsa ham hisobga olinadi ekan bu yerda. Ikkita va o'sha
turganingizda reklama chiqib qoldi. O'sha bilan 3 ta va yana chiqdi. Videoni saqib turib bir tron va 1.10 bo'laman. Mana qilib olam 25 tron beradigan vazifani ko'rsataman endi. Bu yerda mana premium membership degan tugmani bosamiz. Mana aşağı oxirgi turibdi. Shuni bitta bosamiz. Bu yerda bu botni o'zini planlari ham bor. Shu 56 tronga 1 oyga mana UFC support 24 ga yetdi. Tech podishkasi 24 ga yetdi. Bo'ladi ekan 50% reduced advertising time deyapti. 50% vaqt qisqaradi ekan. Instant withdrawals. Bunisini bilmadim. 2x earnings forum sites. Hozir biz reklama ko'rib 0.205 tron ishlab turgan bo'lsak, shuni 0.1 10 tron beradi deyapti. Bu yerda premium members badga tushunmadim. Shuni olish uchun buni get started ni bosamiz va bu yerda mana shu bergan adresiga shu bergan tron adresini kopировать qilib olib bu yerga pul kirgizib turgan. Masalan, Payerdan tron kirgizyapsiz. Shu Payer tron adresingizni shu ikkinchi qatorga qo'yib turib, confirm payment tugmasini bossangiz 50 tron yechgan o'tib ketadi. Masalan, hozir videoni saqlab turib kirib ko'rsatib beraman. Payerga kirib olamiz. Biroq qanaqa qilishni ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda tron ustiga bosamiz. Add money degan tugmani ustiga bosamiz. Va bu yerda bizga tepadagi emas, pastdagi tiriga 20 adresga kopировать qilib olamiz. Minimum Payerga 1 tron kirgizishingiz mumkin bo'ladi. Endi botga qaytib olamiz. Mana bu yerda mana shu qatorga hozir kopировать qilib olgan tron manzilimizni kirgizamiz. Va bu yerda mana confirm payment tugmasini bosamiz. Endi task bo'limiga o'tib ko'ramiz. Special. Adresi confirm payment desangiz shu hisobingizda 56 tron bo'lsa yechib oladi. Qanaqadir yozuv chiqdi. Buni ko'ramiz. Mana shu adresni kopировать qilib pul o'tkazasiz va pul o'tkazib olganingizdan keyin confirm payments nima deb bo'lsangiz hisobingizga Payer hisobingizdan pullar yechilib olinadi. Va bu yerda premium members bo'limi ochiladi. Bu yerda task bo'limiga o'tsak, special bo'limida mana shu bo'lim ochiladi. Tak, bu yerda mana do'stlaringizni 4-friends bo'limiga o'tamiz. Va bu yerda kopировать qilib olasiz yoki share va friends bo'limi bilan masalan mana bunda chatga yoki do'stingizga tashlaysiz. U siz tashlagan silkangizdan kirsa hisobingizga tronlarni o'tkazib beradi. Bu yerda masalan o'sha linkni men tashlagan silka orqali va video orqali 3 ta odam kirsa menga 0.03 tron beradi. Bu yerda endi pul yechib o'tamiz. Bu yerda pul yechib o'tish uchun Visa tarixat bo'limini bosamiz. Bu yerga Payer yoki Exchange. Bu yerda Exchange'dan adashmasam mana shu tron tiriga 20 adresiga
yechib olsangiz bo'ladi. Bu Tron Trek egama adresini Binance, Bitget, Bybit, Rossiyada bo'lsangiz Bybit, OKX'lardan olishingiz mumkin bo'ladi. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz Binance, Bitget, BingX shunga o'xshagan birjalardan olishingiz mumkin bo'ladi. Biz eng oson yo'li Paye'ga chiqaramiz. Paye'ga bosamiz. Komissiya free ekan. Bir Tron komissiya kelar ekan minimum. Bu exchange bo'limida 20 Tron ishlaysiz. 20 Tron chiqarib olish mumkin ekan. 21 Tron ishlab, 21 Tron max tugmasini bossangiz chiqarib olasiz. 1 Tron yechib oladi sizni o'sha Tron Trek 20 adresingizga 19 Tron bo'lib tushadi. Bu yerda Payer bo'ladi. Siz bu yerga Payer nomeri, akkaunt nomerimizni yozamiz ekan. Men yozib olaman. Yozib oldim. Endi bu yerda Payerga minimum 5 Tron chiqarishingiz mumkin ekan. Eng yaxshiroq komissiyasi kami 5 shu Payer ekan. Payerga chiqarib olasiz. Shu keyin bu yerda pastda bo'lim qora belgida shuni bossangiz hisobingizga pullar 1 soatda 24 soatgacha kelib tushadi. Hozirda men pul chiqarib ko'rsata olmayman. Shuning uchun keyingi videolar bu haqida yana video olaman. Shu minimalkani yig'ib turib chiqarib olib ko'ramiz. Qani ko'ramiz necha daqiqadan yoki necha soatda kelib tushar ekan bu yerda. Bu yerda nima qilishni ham o'rgatdim. Qanaqa pul ishlash kerakligini, qanaqa reklama ko'rib levelni oshirib bonuslar olishlik haqida. Yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Premium membershipni 56 Tronga olsangiz bu yerdan task bo'limida, special bo'limida 25 Tron beradi. Salkam 1 Tron kam 80%ni yo'q 55%ni chiqargan bo'lasiz. Bo'lsa bo'ladi. Salkam 49%ni chiqarib olgan bo'lasiz. Mana shu bo'lim ochiladi. Mana shunda claim qilib 25 Tronni asosiy bo'limga olsangiz bo'ladi. Maslahatim shunday qilib 56 Tron kirgizib turib, mana shu bir oyga premium membershipni olganingiz yaxshi. Bir oyda ishlasangiz bo'ladi, shu 50 Trongacha ishlasangiz bo'ladi. Masalan, bir kunda 1 Tron yoki 10 Tron yig'ib qo'ysangiz, bir oyda qancha desa bo'ladi. Bir oyda 100 taga yaqin 100 ta 50 ta Tron yig'ib olsangiz bo'ladi. Faqat shu botda o'tirsangiz. Shunaqa sarmoyasiz pul ishlasangiz ham bo'ladi, sarmoyali ham. Bu yerda mana levellarni oshirib ham shu Tronlarni ishlab ham bu yerda task bo'limida videolar ko'rganingiz uchun bonuslarni olib ishlasangiz bo'ladi. Shu bilan videomiz tamom. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.